вами Бог. Громче, ребята, конечно, не ели с утра. Раз, два, три. Мы русские с вами Бог. Еще раз. Мы русские с вами Бог. Еще раз. Мы русские с вами Бог. Христос воскресе! Воистину воскрес! O'zimdan da qo'shayman do'stlar. Borib jetdagaymi? Hozir если дети Пушкина degan kebek говорят, что они русские, но это вообще идиотизм. Shunaqa Boshqirdiston bilan Tataristonga однозначно bilirga kerak bir-birini. Что biz boshqirdlar, что biz tatarlar, biz urus tugul. Bizning qonimizda urus qonida yo'q. Tilimizda urus tili yo'q. Anlaysizmi? Mana shulay o'zimizni millatni saqlarga kerak. O'zimizni butun g'uruf odat-g'odatlarni saqlarga kerak. Shundagina millat ko'payacak. Anaqatlik quttag'imda ko'paymay, o'lasizda o'lasiz. Kunda bilan so'g'ishda o'lasiz. Narsa uchun o'lasizdir, bilmayman. Притом ведь еще мысqillanib o'lasiz. Мысqillanib. Siz bit bizni millatni мысqillaysiz, manqurtlar. Narsaga siz shunday manqurtlarsizdir, men bilmayman biladi. Shunday manqurtlar, что уму непостижимо, что siz tega millatni qora etasiz. Ruschatga aytganda nechik? Очерняете. Очерняете наш миллят. Таким образом вы, получается, на поводу шайтана идете под путинасосовский режим, умираете в унижениях. Вот только так. Я особенно еще бесит малайлар o'lalar so'g'ishda, xotin-qizlar. Qo'yag'ana kirmadim, kim bilangina so'lashmadim. Butun blogerlar, xuyogerlar mana bular. Butunisi manqurtning высший pilotajlari. Shunday chmoshniy qizlar bu shu Boshqirdistonda, Tataristonda qaydandir образовались. Но это позорище. Urus kutin ubib yolag'ansiz bilatlar. Shunda лучше sigilib o'ligiz naqo'y.